Men Choriforov Nurxonovich 1995-yil 1-oktyabrda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilganman. Yaqin kunlarda o'sha Jizzax viloyatida oilamiz bilan ko'chib keldik. Va shu yoshlar ovozi ko'rik tanlovida Jizzax sha'nini himoya qilib turibmiz. San'atni yoshligimdan, o'sha 1-2 sinfligimdan dadam yo'llarida muzikant, sozanda bo'lib yurib, sekin o'sha qo'shiqlarni dadam yo'llarida yurib o'sha eshitib deydi-yu, shunaqa qondan qonga o'tadi deydi-yu, xuddi shunaqa bo'lib, sekin asta men shu darajagacha kelishimga ota-onam sababchilar. Oilada faqat biz avlodimizda dadam san'atkorlar va men, boshqa hech kim yo'q san'at sohasida. Dadam ustoz, xalq artisti Otajon Xudoyshukurov shogirdlarida o'sha insoniy qo'shiqlaridan ijro etadilar. Otamga qiziqib san'at sohasiga kirganmiz. 2011-yilda O'zbekiston davlat konservatoriyasi Qoshdagi akademik litseyda Qashqar rubob cholg'usi bo'yicha tahsil olishni boshlaganman. O'sha yerda 3 yil o'qib, tahsil olib, 2014-yil o'z konservatoriyani o'ziga rubob sohasi bo'yicha mavzu o'qiganman. Cholg'uchi, rubobchiman. Shu cholg'u bilan bir qatorda xonandalikni ham davom ettiraman. O'sha yerda o'qish davrimizda ustozimiz rahmatli Mahmudjon Tojiboyev oldilariga kirardik. Juda ko'p ustozlarimiz bilan shu oldilariga kirib, o'zim qiziqqanligim uchun qo'shiq aytishga shu saboqlar olganman. An'anaviy ijro haqiqatan men uchun estrada hammasi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin an'anaviy ijroni o'zining dunyosi bor-da. Uni misol milliy qo'shiqlarimiz deymiz-ku, uni hamma ham ijro qila olmaydi-da. Masalan, hozirgi davrda ham yoshlarimizga uncha og'irlik qiladi. Men estrada yo'nalishida ham ijod qilaman, lekin o'sha asosiysi maqomlar, bastakorlar ijodidan o'sha og'ir milliy qo'shiqlarimizga ko'proq qo'l uraman. Deb chiqadigan bo'lsak, har bir xonanda qo'lida sozi bo'lishi kerak deb o'ylayman. U xoh estrada yo'nalishimi, xoh maqommi, chunki o'zi nima qilayotgani, qaysi notaga, qaysi o'sha pardaga chiqayotganini bilish kerak. Bilish kerak, his qilish kerak. Hamma eshitish kerak, o'ziga jo'rnavoz bo'lish kerak. Shuning uchun cholg'u bilish kerak. Men o'zim doira, usul sohasida ham bemalol qo'limdan keladi. Rubob, Qashqar rubobi, dutor, tambur, fortepiano, masalan, Yevropa instrumentlaridan fortepiano ham qo'limdan kelgancha yomon emas. Ijro qilib o'zim bemalol ijro qilaman, chalib. Har doim o'zim tayyorlanaman. O'sha rubob cholg'usida konkurslarga qatnashsam ham to'g'ri o'qigan paytlarimizda ustozimiz professor dotsent Shomahmud Chorahmedov qo'llarida tahsil olganman va undan tashqari Mansur Boisov, Ravshan Abduazimov juda ko'p ustozlarimizdan kirib yo'llariga o'sha rubob cholg'usi bo'yicha tahsil olganman. Xonandalikda hozirgi zamonda endi bilasiz, ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlangan-ku. Shu YouTube orqali ustozlar sara-sara o'sha toza original aytgan zapislaridan eshitib, o'shalardan o'rganaman. O'zim o'rganaman. Rubob cholg'usi bo'yicha 2011-yilda Muhiddin Qoryaqubov nomidagi o'sha musiqa maktabida o'qiganmiz. O'sha paytda 1-o'rin olganmiz respublikada va boya aytdim, o'sha konservatoriya Qoshidagi akademik litseyga imtiyozli qabul qilinganman. Yosh ijrochilar ko'rik tanlovida qatnashganman. 1-o'rin olganman unda ham. Jizzax viloyati filarmoniyasida ham ishlayman, ham o'sha Jizzax Mirzacho'lda 13-musiqa maktabida ham ishlayman. Yoshlar ovozi ko'rik tanlovida Jizzaxda o'sha 1-marta qatnashdim. Tuman bosqichida qatnashdik, keyin viloyat bosqichida qatnashdik. Yaxshi, juda ham yaxshi. Hozir endi xudo xolasa mana shu respublika bosqichidamiz. Respublika bosqichidan avval o'sha eng hayajonlisi viloyat bosqichi bo'ldi. Albatta hayajonli bo'ladi har bir san'atkor. Shaxsan menda har bir sahnaga chiqqan paytimda o'sha hayajon bo'ladi. O'ziga yarasha, o'zi mas'uliyatli, shirin hayajon bo'ladi-da. Hozir yo'q, endi xudo xolasa sahnaga chiqqanda balkim bo'lib qolishi mumkin. Baribir bo'ladi, qisman bo'ladi-da, baribir hayajon bo'ladi. Respublika ko'rik tanlovi bosqichida 1-marta qatnashdim xonandalik bo'yicha. Rubob cholg'usi bo'yicha ko'p konkurslarda yutganman. Buzruk maqomidan Nasrulloyev
ashulasini qo'ldan kelgancha xudo xohlasa ijro qilib beramiz. Yoshlar ovozi respublika tanlovida xudo xohlasa yaxshi natijalar kutmoqdamiz. Hozirgi kunda mana shunaqa yoshlarga shu san'at sohasi bo'yicha maqom yo'nalishida estrada qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar o'sha yoshlarni imkoniyatini yuzaga chiqarish maqsadida o'sha har xil tanlovlar, konkurslar bo'lib o'tmoqda. Buni negizida albatta o'sha yurtboshimiz sabablari orqali bo'lyapti. Juda katta rahmat hammasi uchun. Mana shunaqa konkurslar juda ham ko'p bo'lsin. Yoshlarimiz, talantli yoshlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz hammasi yuzaga chiqishi kerak. Shu o'zimizning milliy musiqamiz, mayli qo'yavering, Yevropa musiqasi ham, hammasi bo'lsa, O'zbekiston shunisi bilan zo'rda, xohlasangiz hindcha, turkcha, Ozarbayjon, Yevropa, ruscha farqi yo'q. Xohlagan yo'nalishingizni aytib bera olaydi-da. Boshqa masalan, boshqa davlatlarda bu darajada emas. O'zimiz masalan san'at juda ham yaxshi rivojlanyapti, ko'z tegmasin.